هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Hadid tefsiri 18. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hadid suresi 18. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sadaqa bergichi erlarga, sadaqa bergichi ayollarga ve Allah'a qarz hasana bergichilarga, ya'ni Allah'ның razılığını tilab kambag'allarga sadaqa bergichilar, yaxshilik yo'llariga xo'shallik bilan pul mol sarf qilguvchilarga hassilab savob beriladi. Ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat beriladi. Allohga ve onun peygamberleriga iman etganlar ana shular Rabbining dargohida siddiqlardir, shahidlardir. Ular oxiratda savobga ve nurga ega bo'ladi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ve yolg'onga chiqarganlar ana shular ahli davzaxdir. Sadaqa bergichilarga, rostchil ve shahidlarga berilgan mukofot ve kafirlarning borar joyi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda pul mollarini muhtojlarga, kambag'allarga ve miskinlarga sadaqa qilguvchi ayollarga berilgan mukofotdan xabar berdi. Ve Allohga qarzi hasana bergichilarga, ya'ni ular Allohning roziligini tilab xolis niyat bilan sadaqa berdi. Bergan sadaqasining bedeliga sadaqa oluvchilardan hech qanday mukofot yoki rahmat talab qilmaydi. Şuna Allah Teala mundaq deydi: hassilab savob beriladi. Ya'ni ularning bir yaxshiligiga 10 hassidan 700 hassigacha savob bilan javob qaytariladi. Onun ustiga ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat berildi. Ya'ni katta savob, yaxshi joy ve esil qarorgoh bo'lgan jannat berildi. Alloh taolo mundaq deydi: Allohga ve onun peygamberleriga iman etganlar ana shular Rabbining dargohida siddiqlardir. Bu ayet ilgirki ayetning to'liqlanmasıdır. Allohga ve onun peygamberleriga iman etuvchilarni eng rostchillar deb sifatildi. Amash Abu Zuhadin Abdullah ibn Mas'udning Alloh taolaning ana shular Rabbining dargohida siddiqlardir, shahidlardir degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlar 3 turlik bo'lib, Allah yo'lida sadaqa bergichilar, rostchillar ve Allah yo'lida shahid bo'lg'uvchilardan iboratdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: kimlarki Allohga ve payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar ve shahidlar ve yaxshilar bilan birga bo'ladi. Allah rostchillar bilan shahidlarning orasini ayirib bayon qildi. Bu ularning ayrim ikki turdagi odamlar ekanligini ko'rsatib berdi. Rostchil odamning darajasi shahidning darajasidan yuqori ekanligida hech bir shak yo'qdir. İmam Malik Muvatta degan kitobida
Abu Sa'id Xudriydan Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki cennet ahli ba'zilarining martabasi yuqori bo'lganligi uchun o'zlaridan yuqori martabadagi qasr egallarini xuddi sharq yoki g'arb uyqudagi oqar yo'ruq yulduzni ko'rgandek ochiq ko'rib turdi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, balkim u payg'ambarlarning martabasi bo'lib, boshqalar uningga erisholmas kerak" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Undaq emas. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, u martabaga Allohga iymon etgan, payg'ambarlarni tasdiqlagan kishilar erishidi" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Robbining dargohida shahidlardir. Ya'ni ular nozu ne'matlik jannatlardir. Bu vaqtda Imom Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki shahidlarning joylari jannatda yeşil qushlarning po'konlarida xohlagan joyga uchib yurdi. Ondan ana shu nurliq fanuslarning ustiga qo'nadi. Ondan Rabbi ularga qarab, "Nimani xohlaysizlar?" deydi. Ular: "Bizni dunyo yurtiga qaytirishingni, u yerda sening yo'lingda jihad qilishimizni, ondan xuddi birinchi qitim shahid qilganimizdek shahid qilinishimizni xohlaymiz" deydi. Rabbi: "Men haqiqatan insonlar dunyoga qaytarilmaydi deb hukm qilib etdim" deydi. Ular oxiratda savobga va nurga ega bo'ladi. Ya'ni ular Allohning dargohida katta savobga va oldinlarida mangadigan katta nurga ega bo'ladi. Ularning nuri ularning dunyodagi amallariga qarata farqli bo'ladi. Bu vaqtda Imom Ahmad Umar ibn Xattobdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shahidlar 4 turlik bo'ladi. Birinchisi iymoni yaxshi mu'min odam bo'lib, dushmanga uchrashganda Alloh yo'lida toki shahid qilinguncha urushidi. Shahid bo'ladi. Ana shu shahidga odamlar mana shunda qaraydi. deb Payg'ambar alayhisalom beshini osmon tarafga ko'tarib edi. Uning va Umar radhiyallohu anhuning bo'ki yerga tushib ketdi. İkincisi normal mu'min bo'lib, u dushmanga uchrashganda uning dumbisiga xuddi tikanlik daraxtning shoxchisi sanjalgandek bo'ladi. Uningga noma'lum kishi tarafidan etilgan o'q kelib tegidida u shahid bo'ladi. Ana shu shahid ikinci darajalik shahiddir. Üçüncüsü yaxshi amalni yomon amalga aralashtirib qo'ygan mu'min bo'lib, dushmanga uchrashganda u Alloh yo'lida shahid bo'lguncha urushib shahid bo'lib ketadi. Ana shu shahid 3-darajalik shahiddir. 4-si nurg'un gunoh ishlarni qilib, o'ziga o'zi zulm qilgan mu'min bo'lib, dushmanga uchrashganda Alloh yo'lida shahid bo'lguncha urushib shahid bo'lib ketadi. Ana shu shahid 4-darajalik shahiddir. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va yolg'onga chiqarganlar ana shular ahli dozaqdir. Alloh taolo baxt saodatga erishadiganlarni va ularning qarorgohini bayon qilgandan keyin uning ulabla baxtsizlarni va ularning ahvolini bayon qildi. Bilinglarki, dünya tirikçiligi o'yindan kishini oxiratda g'aflat qoldiradigan mashg'ulotdan, zibu zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Birer yig'ish bilan o'stirgan o'simliki
dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan u o'simlik qurib qoladi. Uning sog'ib qolganligini ko'rsan, ondan u yenjilgan cho'pga aylandi. Oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldinadigan bahramand bo'lishdir. Rabbinglarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir. Allah uni xohlagan odamga ato qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Dünya tirikçiligining o'yin tomosha arzimas mashg'ulot ekanligi to'g'risida. Alloh taolo dunyo tirikchiligi ishining arzimas kichikkina narsa ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Dunyo tirikchiligi o'yindan, kishini oxiratda g'aflatda qoldiradigan mashg'ulotdan, zeb-zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul-mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Ya'ni dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlarning maqsadi faqat shuningga erishishdir, xolos. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqa emas, jannatga qiziqish kerak. Sura Al-Imron 14-oyat. Ondan Alloh taolo dunyo tirikchiligining misolini to'zib ketadigan gul chechakka, yo'qolib ketadigan ne'matning misoliga o'xshatib mundaq deydi: biror yig'ish bilan o'stirgan o'simligi dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ya'ni kishilar yig'ishdan umidini uzgan yomg'irga o'xshaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ular yomg'irning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib berdi. O'simligi dehqonlarni xursand qilgan, ya'ni shu yomg'ir bilan o'stirilgan ana shu ziroatning o'simligi dehqonlarni xursand qiladi. Ana shu o'simlik dehqonni xursand qilganiga o'xshash, dunyo tirikchiligi ham kofirlarni xursand qiladi. Chunki ular dunyo tirikchiligiga eng hirisman va eng amroq kishilardir. Ondan u o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ayib qolganligini ko'rsan, ondan u yenjilgan cho'pga aylandi. Ya'ni u o'simlik quriydi. Sen uning yop-yeshil go'zal tus og'inidan keyin sarg'ayib ketganligini ko'rsan. Shuningdan keyin u qurib, yenjilib ketgan cho'pga aylanib qoladi. Dunyo tirikchiligi mo dastlabda o'smirlar yoshlik davrini boshdan kechirgan, ondan qerigan, ondan chiroylari purishib, buvoy mo'maylarga aylanib qolgan odamga o'xshaydi. İnsan ömrünün dastlabki davrida, yoshlik bahorining dastlabki mezgilida bestlik, kelishgan va go'zal qiyofati bo'ladi. Ondan qerishga boshlaydi. Mijoz xarakteri o'zgaradi. Kuch-quvvatini yo'qotishga boshlaydi. Ondan yesh texmi cho'ngib, bovoyga kuchsiz, harakati asta ham azroq narsani ko'tarolmaydigan bir qerim bovoyga aylanib qoladi.
Allah Teala bu vaqtda mundaq degan: Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi. Ondan sizlarni kuchlilikdan ojiz qildi va sizlarga xayrlikni yetkazdi. Allah nimani xolasa shuni yaratdi. U hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Allah Teala bu misal orqali dunyoning cho'qim tugab yo'q bo'ladiganligini, oxiratning cho'qim vujudga chiqadiganligini ko'rsatgandan keyin oxiratning azobidan ogohlantirib va oxiratdagi tugamas bitmas yaxshiliklarga rag'batlantirib mundaq deydi: oxiratda kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dünya tirikçiliki faqat g'ofil odam oldinadigan bahriman bo'lishdir. Ya'ni yaqin kelayotgan oxirat faqat qattiq azob yoki Allohning mag'firati va roziligi bor. Dünya tirikçiliki faqat g'ofil odam oldinadigan bahriman bo'lishdir. Ya'ni dünya tirikçiliki berilib ketgan odamga u uni aldaydigan, oxiri bo'lmagan qisqa mezgillik bir bahriman bo'lishla bordir. Chunki u uningga oldinib ketadi. U uningga qattiq berilganlikdan u hayotlikdan boshqa hayotlik yo'q. U hayotlik oxirlashgandan keyin yana bir hayotlik bo'lmaydi deb e'tiqod qiladi. La ilaha illalloh. İmam Ahmad Abdullah'dan Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivoyat qiladi: Cennet hakikaten sizlardan biringlarga uning oyog'ining sho'ynisidanmi yaqindir. Devzaqmi shuningga o'xshashdir. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Bu hadis yaxshilikningmi, yomonlikningmi insonga nihoyat yaqin ekanligini ko'rsatib berdi. Shunga Alloh taolo bandalarni taat ibodat qilish, harom ishlardan yenish qatorliq günah ve hatalıklarını öçürüdüğün savab ve yuqori mertebelerge eriştirdiğin yaxşı işlerini kılışqa rıghbatlandirib mundaq deydi: Rabbinglarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. Allah Teala yana bir oyatda mundaq degan: Rabbinglarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamingacha keladigan jannatga oldiranglar. Ya'ni Allah bu o'rinda mundaq deydi: U jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir. Allah uni xohlagan odamga ato qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Ya'ni Allah ularni erishtirgan mana bu narsalar Allohning ularga ato qilgan fazli, yaxshiligi va ihsonidir. Biz yuqorida bayon qilganimizdek İmam Muslim mundaq rivoyat qiladi: Kambag'al muhojirlar: Ey Allohning payg'ambari, boylar ajrga, oliy darajalarga va doimlik noz-u ne'matga erishib ketdi dedi. Payg'ambar alayhisalom: Qanday qilib dedi. Ular biz namoz o'qigandek namoz o'qiydi, biz ro'za tutgandek ro'za tutadi. Biroq ular sadaqa beradi, biz sadaqa bera olmaymiz. Ular qul ozod qiladi, biz qul ozod qila olmaymiz dedi. Payg'ambar alayhisalom: Men sizlarni bir ishga boshlab qo'yay. Agar sizlar uni qilsanglar, yaxshi ish qilishda sizlar boshqalarning oldiga o'tib ketsizlar. Sizlar qilgan ishga o'xshash ish qilgan kishilardan boshqa hech kim sizlardan ortiq martabaga erisha olmaydi. Sizlar her namazning orqadan 33 qitimdan tasbih, takbir ve hamd aytinglar dedi. Bir mezgildan keyin ular yana kelib, bizning boy qarindoshlarimiz biz qilgan ishni anglab bilib, ularmu biz qilgandek qildi dedi. Payg'ambar alayhisalom: Ana shu Allohning fazlidir. Allah uni xohlagan odamga berdi dedi.
La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah. Yeryüzüdeki barlıq hadisiler ve özanla uçurgan musibetler biz ulanı yaratıştın burun lavhil mahfuzga yazılgan. Bu iş şübhisiz ki Allah'a asandır. Allah Teala'nın ulanı lavhil mahfuzga yazışı qolunlardan ketken nesiga qayg'urib ketmaslikinglar ve Allah bergen nesilerge hoş bulup ketmaslikinglar üçündür. Allah mutekebbirler ve özlerini çoğun tutkuçularını dost tutmaydı. Ula bexillik kılıdığan ve kişilerini bexillik kılışkı buyurduğanlardır. Kimi ki Allah'ın yolunda nafik kılıştan baş tartıdiken Allah'a hiç ziyan yetkizilmeydi. Çünkü Allah bihacettir, medhiyege layıktır. İnsanga yetadigan her qandaq näsinin aldın ala orunlaştırış bilen boludiganlık toğrısıdır. Allah Teala özünün məxluqatlarını yaratışdan ilgiri ularning takdirini aldın ala orunlaştırıp etkenlikinden haber berip mundaq deydi. Yeryüzüdeki barlıq hadisiler ve özanlar uçurgan musibetler, yani etrafınlardaki ve özanlardaki musibetler biz ularni yaratışdan burun lavhil mahfuzga yazılgan, yani biz məxluqatlarını yaratış ve ularga can kirgizishdan ilgiri yazılıp bo'lgan. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Qatada mundaq deydi. Yeryüzüdeki barlıq hadisiler, yani qahatchilik ve özanlar uçurgan musibetler, yani kesel ve ağrıqlardan ibarettir. Bizga xabar qilinishicha birer odamga yetgan yağış cicivitish, putqanash, birer joyning kuyib qilishi qatorliq musibetler faqat uning qilib qolgan birer gunohining sababi bilan bo'ladi ekan. Allah uni gunoh uchun birer musibatga mubtalo qilmasdan uning nurg'un gunohini kechirdi ekan. Bu ulug' oyat karim Allah Teala'nın şeylerini vücudga kelishdan burun biladiganligidan iborat sübtini inkar qilg'ichi qadariya firqasiga raddiya beradigan eng cho'ng dalildir. İmam Ahmed Abdullah ibn Amr'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah barliq narsalarning taqdirini, osmonlarni va zaminni yaratishdan 50 ming yil burun belgilagan. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan ve oxirida Peygamber aleyhisselamның Allah'ның arshi suvning ustida edi deganligini qo'shib rivoyat qilgan. Bu hadisni yana İmam Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu iş şübhisiz ki Allah'a asandır. Yani şek şübhisiz ki Allah Teala'nın şeylerini o vücudga kelishdan ilgari bilish ve onu vücudga keladigan chog'dagi holatiga tamamen uygun qilib yezishi g'olib ve büyük Allah'a asandır. Çünkü Allah vücudga kelgan, vücudga keladigan narsalarni vücudga kelmagan, agar vücudga kelgan taqdirda qandaq holatda vücudga keladigan narsalarni obdan biladi. Sabır ve şükür qilishga buyurish to'g'risida. Allah Teala'nın ularni lavhil mahfuzga yezishi qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmaslikinglar ve Allah bergan narsalarga xo'sh bo'lib ketmaslikinglar uchundir. Yani biz sizlarga shay'i vücudga kelishdan ilgari biladiganligimizni ve onu burunla pütüdediganligimizni, vücudga keladigan şeylarni oldin ala belgilaydiganligimizni bildirishimiz shuning uchunki sizlarning
sizlarga yetgan musibatlarning hargizmi yengilishib yetib qolmaganligi va sizlarning xatoliqinglar sababidan yetib qolmaydiganligini bilishinglar. Qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmasliginglar va Alloh bergan narsaga xush bo'lib ketmasliginglar uchundir. Chunki biror narsa taqdir qilinsa, u cho'qim vujudga chiqadi. Ya'ni Alloh sizlarga ne'mat qilib bergan narsalarni kishilarga ko'z-ko'z qilmanglar. Shak shubhisizki bu ne'matlar sizlarning tirishchanlik ko'rsatganliginglardan yoki aql parastinglardan kelgan emas. U faqat Allohning o'rinlashtirishi va uni sizlarga rizqi qilib berishidan kelgan. La havla va la quvvata illa billah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allohning ne'matlarini kishilarga ko'z-ko'z qilib faxrlanadigan, cho'ngchilik qiladigan narsa qilib olmanglar. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Alloh mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutqichilarni do'st tutmaydi. Ya'ni Alloh o'zidan faxrlanadigan, boshqalarga cho'ngchilik qiladigan kishilarni do'st tutmaydi. Ikrima mundaq deydi. Xo'shal bo'lmaydigan, qayg'urmaydigan bir odam yo'q. Lekin sizlar xo'shallikni shukr qilishga, qayg'uni sabr qilishga aylantiringlar. Bexilni ayiblash to'g'risida. Ular bexillik qiladigan va kishilarni bexillik qilishga buyuradiganlardir. Ya'ni ular o'zlari yomon ishni qiladigan, boshqalarni ham shunday qilishga qiziqtiradigan kishilardir. Kimiki Allohning amri farmonidan va Allohga bo'ysunishdan bosh tortadi ekan, Allohga hech ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh behojatdir, madhiyaga loyiqdir. Alloh taolo bu vaqtda Musa alayhissalomning aytganlaridan xabar berib mundaq deydi. Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madhilashga loyiqdir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Hadid tafsiridan 24-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.